$46,900 ga 3 xonali Bardankuldan kim mana shunaqa kottej beradi? Tayyor remontlari ham kelib yashaydigan holatda aka. Xudo xolasa buni tez kunda baraka qilamiz. Xo'p, bitta obzor qilib beraman. Davroza xonamizda bemalol bitta mashina qo'ysanglar, tapchan qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yonimizda hojatxonalari, gaz, svet, suv hammasi bor. Bormasidagi bitta tushuntirib o'tarkan obzor qilib, yonimizda katelniy xonalar qilib qo'yishgan, pastimizda podval. Shundoq kirganimizda zalimiz bor aka. Zal ko'rasizlarmi? Remontlari ham cho'tki turibdi. Xudo xolasa radiatorlar ham qilib ketilgan, tiyub pov qilingan to'liq holatda. Ozgina mayda juda kichkina ishlari bor, aka, shuni to'g'rilab to'sanglar bo'ldi. Radiatorlarga joy tashib ketilgan, hovlimizda bor, bemalol foydalansalar bo'ladi. Hovlida to'rimizda oshxonamiz, hamma shart-sharoitlar qilib ketilgan, aka. 46,900 ga vashshi shikoyat narxi, aka. Xudo xolasa tez kunda baraka qilamiz, shoshilib qolinglar. Ko'radigan bo'lsak, bitta sanuzyolimiz bu yoqda. Shunda yonida bitta spalni, shunda spalning orqasida, aka, orqa hovlichasi havo almashtirib turish uchun har bir xonada radiatorlarga joy tashib ketilgan, tubli pok bo'lgan. 46,900 ga akalar, bunaqasi kamdan kam Bardankulda akalar, shunda katta yo'ldan 800-900 metr kirib kelganimizda shu xonadonimizda bo'ldi. Qo'yib olib, mana xudo xolasa gullarni ekib o'tirasiz, hamma shart-sharoitlar bor akalar. Qaranglar. Kadastr hujjatlari tayyor turibdi. Xolos bugun 1 soat ichida hal qilib beramiz, nomingizga o'tkazib beramiz. $46,900 so'rovimizni kelinglar, yana o'tib beramiz.